Yaxşımısızlar, ekran aldidagi ko'rurmanlar. Men Dilnaz Erkindan minglarga o'tliq salom. Ömlik sada sizlar bilan ko'rishganim intayin xursand bo'ldim. Shu endi bu naqshini shu 10 yil jarayonida başta Rabia Mehmet apayning qo'lida ta'lim o'pdiman. Undan shu Mo'ng'ul bir ma'lum bor, Toya ma'lumning qo'lida bir tarbiyalanibdiman. O'zim kamsiz bo'lganki, shu naqsha, muzika orqali shu deyamaydigan gaplarimni shu naqsh orqali deb chiqara oladi ekanman. Uning ustiga muzikami shu muzika men uchun bek muhim. Agarda sizdan naqsha, muzika, usul uch kasbdan birini tanlang deb qaysini tanlaysiz? Naqshini tanlaysiz. Agarda kelgusida mushtaq bir fursatlar kelib qolsa, har qanday ustozlar bilan hamkorlashqim bor. Ustozlar orasida alayda rahmat aytadigan odamlar bormi? Alayda rahmat aytadigan odamlarim shu burun meni tarbiyalagan Rabia Mehmet apay, Toya apay, endi hozir meni qo'llab hamkorlashayotgan Akbar Qahramon ustoz, ey hayot degan shu ayni vaqtda to'langan ey hayot degan naqshini so'qilay deyman. Ko'rurmanlarga. Bu naqshni nom olmog'i bek uzun bo'lib ketdi. Unda bo'lsa bugun naq maydonda o'rinlangan nusxasini anglab baqandik. Hey hayat, yana nimalarni kutarsan menden? Hey hayat, yana nimalarni ilib ketarsan menden? Yulduzlarni saymayın, onlarga qarayman, shamda kelib yanarman her tunda. Aynakka bir qarayman, atrofga qarayman, o'z-o'zimni izlarman her kunda. Ey hayat. Keyingi naqshni qaysi naqshni alaymiz? Güzel minutlar degan naqshini so'qilma. Bu naqshining ijodiyati Akbar Qahramon ustoz bo'ldi. Nimanchilar sho'xsan yigit, so'zlaringda chaq-chaq kulkan, yiroqlardan qarashlaring o'tlar soldi yuragimga. Bana qarab kelding sen, taklif qilib shu xolizqa, ko'zlarimga tilmiribsan, siz qilmaysan hey nemishqan. Sizning bundan keyin qilgan nurg'ulan planlaringiz va arzu armonlaringiz bor. Shuni anglab baqsak. Naqsh kasbida taxmi yaxshi natijalarga erishgan bor, taxmi cho'ng sahnalarga chiqib naqshamni aytgan bor. Undan keyin shu meni qo'llayotgan ota-onam, do'st birodar, urug' tuqqanlarga rahmat aytaman.